Bugun o'tmoqchi bo'lgan darsimiz quruqroq qo'rilgan rak qo'rimiz. Buningga muvofiq miqdorda yetarli holatda rakni tayyorlaymiz aldan. Andan bularning burutlarini kesib ana holatda ko'ringlar cho'ngroq rakdan holatda ayarni kesib siqsanglar bir narsa chiqadi. Andan dumbisdan bir tal jipchisi bor. Uni evetimiz 3 yo'yi. Ishga azosi shu. Hammasi bo'shab tozalab bo'lgandan keyin buniki ustiga azroq oq ochiq suv qo'yamiz. Oq ochiq suv quyib aralashtirib buni 10 minut qo'yib qo'yamiz. Mavu baranga, ya'ni yangyo, yangyoni qalam chiqib to'g'rab olamiz. Andan buni sug'uchilab qo'yamiz. Mavu jusay muvofiq miqdorda bosib bo'ldi. So'ng piyozni to'g'rab olamiz bu holatda. Andan samsoqni yalpoqlab to'g'rab olamiz. Mavda penjilasi quruq laza. O'tirdan ishga qilib olsanglar bo'ldi. Xojodan bir qo'shiq. Mavu yumg'oq süt, buni cho'ng-cho'nglam to'g'rab olsanglar bo'ldi. Yumg'oq süt yoki changsay. Endi qozonga oz miqdorda may qo'yib, mavu barangini qo'rib olamiz. Mana bu holatda o'rib-cho'rib qo'rib olamiz. Barang pishgandan keyin jusayni sep aralashtiramiz. Endi buni to'kib bir taxsiga ep qo'yib turdik. Endi qozonga oz miqdorda may qo'yib bir qo'shiq atrofida rakni selib buni qo'riymiz, o'rib-cho'rib. Qizargacha qo'rib olamiz. Andan buni ayrim ep qo'yib turamiz. Endi qozonga may qo'ydik, yarim cho'mich. Bu may qizigandan keyin xojoni sep aralashtiramiz. Andan samsoq, zanjibil, so'ng piyoz, penjilasini sep qo'riymiz. Ma bo'lsa dubanjang, bir qo'shiq dubanjang solamiz. Andan azroq suv. Bularni yaxshi aralashtiramiz. Ma azroq ochiq suv, andan azroq tuz. Ta'min tangshab, tuz tetigandan keyin bayamqi rakni selib aralashtiramiz. Andan mavu barang bilan jusayni sep aralashtiramiz. Uning ustiga azroq kunjut, andan mavu qo'rilgan xosang meg'zi va chingsay mushlarni selib aralashtiramiz. Mana bu tayyor bo'ldi. Tuz ta'min tangshab, taqsimizga suv olsak bo'ldi. Quruqroq qo'rilgan rak qo'rmisi tayyor bo'ldi. Hammalarni sinab beqishni umid